Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana alhamdulillah bugun quvonchli kun. Inshaalloh Farg'onadan akamiz Xong'izdan Rasulov Absattor akamizga Angliya vizalari chiqdi. Xudo xolasa inshaalloh nima deysiz chiqqan aka? Xudo xolasa aka. Ko'zlaringni oldida endi bismillah deb ochamiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim xayrli qilgin, yuzlaring yorug' qilsin inshaalloh. Xudo xolasa. Hayajonli daqiqalar, taassurotlar qanday Absattor aka? O'rta boshqacha. Xudo xolasa, bismillahirrohmanirrohim. Qaysi betida deb o'ylaysiz? Mashaalloh. 8-betiga Xudo xolasa, Angliya vizalarini Xudo xolasa oldilar. Alloh xayrli qilsin, Xudo xolasa. Qolgan Angliyaga boraman degan insonlarga inshaalloh nasib qilsin hammaga. Absattor aka, kayfiyatlar yaxshimi? Qalbingiz mazza qilyaptimi aka? Xudo xolasa hozir aytdi moment ayni paytda Angliya vizasini olish bu o'ta qiyin bo'lib qoldi. O'shaning uchun ham hozir bunga suyunishga arziydi. Xudo xolasa inshaalloh biz haqimizda siz keldingiz, ixlos qilib kelganingiz, o'zimiz Farg'onadan siz ofisga kelganingiz, mana bismillah deb boshlaganidek proseslarni har bitta bosqichma-bosqich hujjatlarni tayyorlab berdik. Noldan boshlab sentrgacha hamma proseslarni qilib berdik. Haqimizda qanaqangi bir taassurotlar bo'lsa, qanaqa bir fikrlaringiz bo'lsa, marhamat jivoy obunachilarimizga, mijozlarimizga, qolgan aka-uka, opa-singillarimizga qanaqa maslahatlaringiz bo'lsa, bemalol kameraga qarab jonli aytsangiz bo'ladi. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Shu yerga nima dokumentlar boshlovdik mana. Jon akamga katta rahmat. Noldan boshlab viza sentrgacha hamma dokumentlarga yordam berdi, o'zi qo'llab-quvvatlab turdi. To'g'risini vizalarimiz chiqdi. Jon akaga katta rahmat. Kelinglar, aldamasaga, ishonchli aka. Men o'zim Farg'ona viloyati Xonqo'z qishlog'idan kelganman mana, ishonib. Kelib dokumentlarni to'g'ri sizlarga ham chiqadi. Vizaga katta rahmat. Inshaalloh biz aka foydamiz tegganidan xursandmiz. Har bir Angliyaga boraman degan insonga Allohimiz g'oyibidan yetqizsin inshaalloh. Biz sababini qilib beramiz. Mijozimiz ham o'zi sababini qilsa, Xudo xolasa qarshi ikki qo'ldan chiqadi inshaalloh. Oxiri xayrli bo'ladi, natijasi inshaalloh chiroyli bo'ladi. Kelgusingizda omad tilab qolamiz. Xudo xolasa aka Angliyada ham turib shunaqa chiroyli videolar qilish nasib qilsin. Xudo xolasa aka kelgusingizga omad, Xudo xolasa tabriklab beraman aka. Xudo xolasa aka hammalarga ham tavsiya qilaman, kelib mana shu yerda dokument qilib nima qilishni, ishlarni biling. Har doim shunaqangi omadli, samimiy, kamtar inson bo'lib yuring aka, Abdushi. Inshaalloh kimga Angliya vizalari kerak bo'lsa, bemalol yechib qo'yasizlar, foydamiz tegsa xursandmiz. Noldan boshlab viza sentrgacha aqida hujjatlarni tayyorlab beramiz. Hammaga rahmat. Easy Visa, best of the best.